Hammaga salom. Bugun sizlar bilan men Leocraft. Bugun men bosslar jangining ikkinchi fasli ikkinchi qismini olaman. Bu jangda 3-1 va 5-1 janglar bo'lib o'tadi. Ya'ni ikkita raund bo'lib o'tadi. Birida mana bu Mega Godzilla bilan Olovli Godzilla bir-biriga ushadi. Mega Godzilla 3 ta bo'ladi. Sabab chunki oldingi qismini ko'rganlar biladi. Oldingi qismida Olovli Godzilla Mega Godzillani bemalol yutib qo'ygandi. Shuning uchun men ko'p qilib urushtirib ko'rmoqchi bo'ldim. Unda gapni cho'zmay jangni boshlaymiz. Mana men tiriltirib oldim Godzillani. Sekin jang boshlanaveradi. Menimcha Olovli Godzilla yutadi, chunki juda zo'r va kuchli qobiliyati bor. Qobiliyatini ishlatsa hamma Mega Godzilla o'ladi. Shunaqa. Vashcha kuchli. Buni oldingi qismini ko'rganlar biladi. Oldingi qismi ham vashcha zo'r bo'lgan. O'tib ko'rishinglarga maslahat beraman. Zo'r bo'lgan, faqat men o'tda ovoz bermaganman. Shu ishqilib jangni ko'ramiz. Mana men Mega Godzilla o'zini og'zidan lazerli otdi. Olovli Godzilla o'rtaga tiqilib qolgan, lekin imkoniyat juda ko'p va yutish ehtimoli ham katta. Lekin bu Olovli Godzilla o'sha qobiliyatini hali beri qilishga qiyiq kelmayapti, bilmayman. O'shyapti hali. Mana shu qobiliyatini qilmoqchi. Mana. Tugadi. 3 ta Mega Godzilla o'ldi. Birinchi raundda men aytganimdek Olovli Godzilla yutib chiqdi. Mayli. Unda gapni cho'zmasdan ikkinchi raundga olg'a. Mana o'sha Mega Godzillalarni tiriltirib oldim. Mana o'pshi 5 ta. Bu safar endi Mega Godzillalarda imkoniyat kattaroq, chunki ular juda ko'p desam ham bo'ladi. Endi oldingi raunddan atik 2 dona ko'p. Balki yana Olovli Godzilla o'zini eng zo'r, vashcha zo'r qobiliyatini ishlatadigan bo'lsa, bular ham o'ladi. Men Mega Godzillalarni birma-ketin urishga harakat qilishyaptim, yoki tiqilib qolishdimi? Hamma ko'radi, o'zligi eplashadi. Lekin bu yerda Mega Godzillalar ham ko'p bo'lsa ham ba'zi Olovli Godzilla ba'zi kuchli bo'lib chiqadi. Chunki unda zo'r qobiliyat bor. Har bir jangda bu qobiliyatini aytib o'taman. Agar u mana shu qobiliyatini ishlatadigan bo'lsa, bu 5 ta Godzilla ham ketadi. O'ladi. Mana shu qobiliyatini ishlatmoqchi. O'ldi, bular ham ketadi endi. O'ladi ular. Voy. Vashcha qiziq bo'lmadi-yu. Mayli, unda videoga 3-raundni qo'shamiz. Bu 3-raundda Mega Godzillalar 10 ta bo'ladi. Olovli Godzilla esa 1 dona bo'ladi. Bu safar kim yutishi noma'lum va aniq emas. Shu tufayli jangni boshladi. Men o'sha 10 ta Mega Godzillani tiriltirib oldim. Endi sal uzoqdagilar ko'rinmayapti. Sekin ko'rinishi boshladim mana. 10 ta mana. Lekin Olovli Godzillaning yutishga Mega Godzillalarning imkoniyati juda ham katta bo'ldi. Chunki 3-raundda men 10 ta Mega Godzillani tiriltirdim. Bu degani ular ko'p ursa Olovli Godzillani Olovli Godzilla bechara o'ldi. Mana o'sha 6 ta
Mega Godzilla mana olovli Godzillani o'rtaga savolib urishyapti. Bechora olovli Godzilla o'rtada qolib ketgan. Nima bo'lishi vashcha noma'lum. Bu safar Mega Godzillalar yutadimikin? Agar mana shu olovli Godzilla yana shu qobiliyatini ishlatadigan bo'lsa, afsuski bu 10 ta Godzilla ham o'ladi. Jang qiziq ketyapti. Mega Godzillalar vashcha buni savalab tashlashyapti. Olovli Godzilla nima qilishni ham bilmaydi. Voy, bechora olovli Godzilla. Qachon bu qobiliyatini ishlatarkan? Ishlatishni niyati bormikin bu qobiliyatini? Mana ishlatmoqchiman. Voy, ana ishlatyapti. Bo'ldi, bu jang ham tugadi. Nimaga ishlatolmay qoldi? Voy, Mega Godzillalar olovli Godzillani ursa, u qobiliyat ishlamay qolar ekan yoki u qobiliyatini qila olmay qolar ekan-da. Bo'lmasa unda Mega Godzillalarda imkoniyat juda ham ko'p. Vashcha ko'p. Bu safar kim uchun albatta kommentariyada o'zingizlar yozib ketinglar. Men hozirda kim uchun umuman bilolmayapman. Chunki hozirgina olovli bu yana ishlatmoqchi. Bu safar ham ishlata olarmikin yoki Mega Godzillalar to'xtatib qolarmikin, ko'ramiz. Voy, ana ishlatdi. Voy, 10 ta Mega Godzilla ketdi. Bu raundda ham, ya'ni 3-raundda ham olovli Godzilla g'olib bo'lib, bu Mega Godzillalarni yorib tashladi. Mayli. Bugungi video shundan iborat edi. Yoqqan bo'lsa like bosing va obuna bo'ling. Bu videoni 3-qismini ko'rishni xohlasangiz, mana shu videoda 5 ta dona like yig'ing. Agarda 5 ta dona like yig'a olsangiz, men bu videoni 3-qismini albatta o'z YouTube kanalimga joylayman. Video shundan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.